2025-yilda Avtocenter avtosalonida yangi avtomashinalar sotuvga chiqishi boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Qarshida BAV avtomobillarini rasmiy 94 million so'm to'lov bilan olib chiqib ketish imkoniyatiga egasizlar. Rustam aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nima yangilik aka? Bu portlatyapsizlar yangiliklarni. Akajon, yangi yil sovg'asi barcha obunachilarimiz Avtocenter avtosalonining mijozlari uchun BAV M7 avtomobilini 11 kishiligi. 11 kishilik varianti. Akalar, bu avtomobilni avtosalonda avtomat hamda mexanika paysilari sotuvda mavjud. Salonni o'ziga shunchaki bitta kiradigan bo'lsangiz, mahliyo bo'lib qolasizda. Oke, bitta ko'rsatib gapingizni bo'ldim. Yo, bemalol. 11 kishilik avtomobil kojinli sidini ko'rayotgan bo'lsangiz, komfort dahshat. Haligi yozgi kunida obunachilar sizlar terlab qolmaydi deb turib, har bitta sidinada отдельно deflektor, konditsioner deflektorlari kelgan. Umuman haligi havoni bir xil bilan taqsimlab aka maza qilib ketishadi. Xo'p, oldi dizayni endi umuman yo'rilgan. 2025 bu restyling paysasi aka. Yangilangan restyling versiyasi bu. Bu akalar hozir mexanika varianti, uki avtomatlari kecha mana shu yerda 4 ta 5 tasi bor edi. Sotuv shunaqa zo'r ketyapti aka buni. Aka kecha shanba o'tdiq bo'lganligi uchun, misol uchun 2 kun sklatlarimiz yopiq bo'lgan, salon ichidagi mashinalarni berib yuborishga majbur bo'ldik. Salonni ichidagi mashinalarni ham o'zi hammasini berib yubordi. Voy, gap yo'q. Xo'p, aka 94 million so'm to'lov bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 94 million 600 ming so'm to'laydi. 600 ming so'm ham bor. Aha. Konkretni fakt bilan aytishimiz kerak edi. 94 million 600 ming so'm. Xo'p, 600 ming yetmay qoldi deb uyga borib kelish shart emas. Xo'p, xullas, mashina haqida bir qator ma'lumotlarni berib o'tsak, azizxon. Xo'p, 2 atmosferli motor. 144 ot kuchiga ega. 10 bittalik o'rindiqdan iborat. 11 o'rindiqlik. Aha. Oldi tashqi dizaynlarga, interyerga o'zingiz bir qator baho berib qo'yasiz. Visovkasini qarang aka, BAV har tomonlama zo'r ishlangan. Chiqyapti. 2025 bu restyling, salonlarga ham bitta e'tibor beramizda. Shofer akalarimiz umuman charchashmaydi. Samarqandga, Xorazmga, Buxoroga yo'lga chiqasizmi, umuman avtomobil sizni charchatmaydi. Do'stlar, rulda airbag ko'rayotganingdek, klimat kontrolli zona, 5 talik mexanika korobka do'stlar va avtomobilimizda elektr gidravlikalari bor. Xullas, mashina o'ta aqlli ishlangan. Mijozlar uchun ham, shofyorlar uchun ham hamma yo'g'i tiniq holatda. Olish kerak, minish kerak bo'ldi. Aka, buni avtosalondagi narx qo'lga tegadigan narxi necha pul? Biz hozir boshlang'ich to'lovini aytdik, ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Xo'p, qarang. Mashinaning tan narxi 313 million 720 ming so'm. Xo'p, agar bir oy avval aplata qilib qo'yadigan bo'lsa, skidkalari bor. Qancha skidka qilib berasizlar aka? Bir hafta olamchilar duo qilsin haqqingizga aka. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Hozir siz aynan shu to'choni 7 talik o'rindiqdan iborat avtomat. Aha. Full komplektatsiyasi ham mavjud. Xo'p. Bor yo'q ikkalasini o'rtasidagi razницasi 40 millionni tashkil qiladi. 40 million so'mni tashkil qiladi. Xo'p, buni 2 atmosferli motor deyapmiz. Aka, 144 ta ot kuchi deysizmi? Xuddi shunday. 144 ta ot kuchi bor, do'stlar. Metan propan bosib ko'rasizlar. Bu atmosferli dvigatel, do'stlar. ABS sistemasini ham kattaligini ko'ryapsizlar. Xo'p, avtomat ham, lekin mexanikasini so'ragan bo'lsa, mexanika, avtomatini so'ragan bo'lsa, avtomat. Kimgadir yoqardir lola, kimgadir shaydos deydi. Ha, yashang, shu gaplaringizga o'laman deydi. Xo'p, bu mashinani kimlarga tavsiya qilishimiz mumkin? Xo'p. Tadbirkor, biznesmen, mana xodimlarni yaxshi, barcha qulayliklarga ega avtomashinada yurishini xohlagan haqiqiy tadbirkor lider akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bemalol, xolasin xususiy bog'cha, maktablar uchun, xolasin xodimlar borib kelish uchun qurilish kompaniyalariga bemalol tavsiya qila olamiz. Damassangiz kichkinalik qilayotgan bo'lishi aniq. Shuning uchun biz sizga 11 kishilik hamda 7 kishilik bo'lgan variantlarni ko'rsatyapmiz va komfortlarini do'stlar. Xo'p, orqa o'rindiqlarga ham endi отдельно bitta o'tirib qo'yib ko'rsatmasa bo'lmaydi-da aka. Xo'p, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, akajon o'tirib olasiz. Bemalol o'tirib olasiz. Sidinalar отдельно kapitanskiy, jichcha surilgan aka, men joyimga o'tirib oldingiz deyish yo'q. Orqada ham mana joydan konditsionerlarni ligirovka qilsa bo'ladi. Type-C zaryadniy portlarimiz kelgan do'stlar. Oynalarimiz ochiladi do'stlar ko'rayotganingdek va shofirni mijozlarni, akalar passajirlarning xavfsizligini o'ylangan. Chap tarafdan tushish mumkin emas. To'g'risida, ashtomonlar o'ylangan. Aka, bu yoq tomonlarga ham bir o'tib ketamizmi? Nima? Eng oxirgi o'rindiqni ham ko'rsating, hattoki ushbu to'ychog'imizda orqa o'rindiqda ketadigan, sen yoshsan, orqaga o'ttirdi-yu o'zimiz eskilikda yoshligimizda. Endi unaqa ket gapiring. Xullas, eng Rustam tog'a. Orqadagi klientlar ham maza qilar ekanda. Albatta.
avvallari esingizda bo'lsa, yoshligimizda sen kichkinasan orqaga o'tirdi-yu. Aha. Endi unaqa narsalar yo'q buni. Oh. Mana uzoq yo'llarga qarang, yotishini, oy. O'rindiqlar yotiqligi ham zo'r. Mana tizam, misol uchun meni bo'yim 1.70 bo'ladigan bo'lsa, 1.69 bo'lsa, даже 10 sm o'rindiqlar oralig'ida joy qolyapti-da. Keyin mana deflenterlarga отдельно bitta o'zingiz baho berib qo'yasiz. Orqada o'rindiqda ketayotgan o'sha xodimlari yokida boyagi kino olgishlar, kinochilar uyiga ham bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Bular chunki ko'proq safarlarda yurishadi-yu, uzoq yo'llarga ham bunaqa komfortli, bunaqa yumshoq mashina. Aka, men bitta joyga besh ketdim. Agar operator ukamizdan iltimos qilaman, bitta yaqinroq ko'rsating. Mana joyda pastakanchilargacha bor ekan, aka. Zaryadniy portlargacha nima aka bu? Aka, yorvoryapti bor. Vosh, молодец. Bundagi komfort to'g'risi haligi qimmat deyishdan oldin bitta solishtirib ko'radigan joy. Akajon, bemalol tushishga ham qiynalmaysiz. Sidinglarni ko'tarib qo'yish kerak edi. Orqa o'rindiqdan kelganingizda o'tishga qiynaldingizmi, qiynalmadingizmi mana shu? Yo'q, qiynalganim yo'q, просто men uni sal ko'tarib qo'ymagan ekanman-da. Albatta. Mana misol uchun buni yotqizadigan bo'lsak, mana. Bemalol yana bitta joyda, mana. Bemalol. Bu ham yotiqligi zo'r. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Xitoy nimalar qilishyapti? Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, bularga avtosalon tomonidan qanaqa garantiyalari bor? Xo'p. Bu modellarimizga 3 yil yoki 120 ming kilometrgacha kafolatlarimiz bor. 3 yil yoki 120 ming kilometrgacha. Bitta tog'poq sayohatlarga chiqqaningiz ham bitta qo'chqor shuni tashab qo'yib, 10 bitta og'ayningiz bilan yurishga ham zo'r. Joy qolar ekan, aka. Yukxonasi ham ancha keng. Xo'p, kelish kerak. Aka, bularga metan propanonni dedik. Расход nechta bu shu gavdasiga, aka? Benzin rasxodlari. Расход вообще kam. Necha litr? O'rtacha 6-6,5 litr rasxod. 6,5 litr rasxod qiladi. Gap yo'q. Xo'p. G'ildiraklarga keladigan bo'lsak, 17 dyuymli diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Almashtirish shart emas ekan balonlar. Yo'q, yumshoq, juda ham yumshoq. Nasa qilib hadi senda bo'ldi. Xo'p, aka, avtomatlarni necha pul to'lov bilan olib chiqib ketsa bo'ladi? Xo'p, avtomatiga ham keladigan bo'lsa, avtomatini ham hozir aytib beraman. Bor yo'g'i 106 million so'm to'laydilar. Hop. Sug'urta hammasi ichida oylik to'lovi 7 million 900 mingdan chiqadi. 7 million 900 ming so'mdan. Oylik to'lov. Hali ko'pchilik oylik to'lovini aytmaysan, undoq deysizlar-yu. Xo'p, yana e'tibor bersanglar, orqa bamperlarda Parktron sensorlargacha bor do'stlar. Ko'rganingizdek. Lekin puliga yarasha hammasi to'g'risida. Kelish kerak, bu avtomobillarni ham haydab ko'rish kerak. Albatta, test drive imkoniyatlari barchasi mavjud. Avtosentr avtosalonidan olib chiqish kerak. Aka, uzoq qancha vaqt o'tkazib beramiz ishlarni ustam aka? Inshallah 1 soatda xolos olib chiqib ketsa bo'ladi. Yo'q, skidka narxda olaman. Menga 1000 dollar yoki misol uchun skidka qilib bering, tog'a deydigan bo'lsa, misol uchun kelib, bizning xodimlarga uchrashsa, 1 oy kutaman deydigan bo'lsa, chiroyli qilib chegirmasa ham o'tib beriladi. Seryozni. Albatta. 1 oy kutganingizga 1000 dollar, 1,5 dollar skidkasi bo'ladi. Qanaqasi bu aka? Gap yo'q, lekin 1,5 dollar oyiga topadigan inson bor, topmaydigan inson bor to'g'risida. Lekin menimcha yaxshi variant akajon. Siz salondan olasiz, 26 bo'lib chiqadi aka. To'g'rimi? Albatta. Shuning uchun akalar borish kerak. Barchalarni Avtosentr avtosalonida kutib qolamiz. Ekranda raqamli aloqaga chiqaverasizlar. Rustam tog'a. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.